Assalamu alaykum, qadrli qarindoshlar. Navbatda huzuringlarda bo'ladigini peshqadam shoir, yozuvchi Әхмәт Igemberdi ijodining biografiyalik asri Hayat Menzillirining 1-bob Anamning Hikayiliri. Har qandaq bir inson uchun o'z onasining qadrlik, ulug' ekanligini bu yerda so'zlab o'ltirishning hech bir hojati yo'q. Bizning onamizmi biz uchun dunyoda tepilmaydigan eng qadrlik ona, ulug' inson edi. Uyg'ur onalarining ulug' xislatlarini o'ziga mujassamlashtirgan, eriga sodiq, bolalariga kuyimchan, oilaning bütün ig'irchiliklarini o'z ustiga elib, uning höddisidan chiqalaydigan, emgakchan, tirishchan, pidakor, g'ayratlik, haqsizlikqa qarshi adolatni yoqlaydigan munavvar ayollardan edi. U bütün hayoti bo'yicha dadimizning salomatligining yaxshi bo'lmasligi sababidan oilamiz davomli uchrab turadigan moddiy qiyinchiliklar va shuning bilan dadamning sharkatlari bilan bo'lib ketib, cho'lis tegmay bizga ro'yi oziq berdigan bo'shliqni onamiz maktab ko'rmagan bo'lsa-mu, diniy aqidalardan, jamiyatdan olgan tajriba savoq, milliy urf-odatlardan olgan amaliy bilimlari bilan bizni yaxshi tarbiyalashga tirishadi. U zerikmay, o'yining ishlari bilan shuncha aldirash vaqtlardimi, dinimiz, millatimiz, qoida-yo'sin, urf-odatlarimiz, Eğiz edebiyatımız haqqida tinmaycıq narsalarni bizga so'zlab beradi. Bu jihatdan u bizga kuyimchan, mehribon onalar emas, balki odam bo'lish, Uyg'ur bo'lish, musulmon bo'lishni o'rgatgan dastlabki eng samimiy ustozimiz edi. Esimda qilishicha alhamdu, ya'ni Al-Fatiha surasi bilan Qul huvallohu ahad, ya'ni Al-Ixlos suralarini marhum opam o'rgatgan edi. U zerikmay har bir oyatni so'zma-so'z, birma-bir qilib, bir necha qatim aytib, ondan keyin bizdan so'raydi. Biz esimizda qolganni opamizga yoda aytib beratdik. To'g'ri yodlab beralsak, opamiz intayin xush bo'lib ketadi. Apam kechda uxlashdan burun cho'qim Aytal kursi surasini, ondan Bismillahirrahmanirrahim, yotdim ya Allah, qopdim inshaalloh, yotsam qopmasam la ilaha illalloh Muhammadin Rasululloh deb qisqa duo durtlarni o'qib yetib qoladigan. Apam bizdinmi uxlashdan burun iymon aytib uxlashni talab qiladi. U o'lim degan qash bilan kirpikning orliqida. Uyquning o'zi yerim o'limga barobar. Uxlashdan burun cho'qim iymon aytib uxlash lozim. Ondaq bo'lmasa, iymonsiz kofir o'limida bu dunyodan ketib qoladi deb tapilaydi. O'lmayman degan bilan jon Xudoning qo'lida degan hikmatlardan bir misrani qo'shimcha qilib qo'ydigan. Bala vaqtimda marhum opamdan qulg'umga kirib, dilimga o'rlashib qolgan bu dastlabki diniy aqidalar toshqa o'ygan muhrdak shuncha yillar o'simi, o'chmay, ko'chmay turibdi. Hozirmi opam o'rgatgan shu surlarni yodlab yotmasam, bir narsam kamdak tuyulib, ko'zimga uyqu kelmaydi. Uni bajo keltirsam, ro'yim aman tepib, rohat topaman. Onamiz millatimizning eg'iz adabiyoti, cho'chak, hikoya, har xil dostonlar, qo'shoq, beyitlar, maqol tamsillarni nihoyatda yaxshi biladi. U cho'chak dostonlarni so'zlaganda riti bilan aniq tasvirlab, naqshlar bilan aytganda, onamizning aql parasti, uning tutib olish qobiliyati ham uning yiqimliq ovoziga hayron bo'latdik. Onamiz, dinimiz, payg'ambarimiz ham 4 chahoriyorlar haqida so'zlasa, ba'zida o'tgan avliyo, anbiyolar haqida so'zlab, ularning hikmatlarini, naqshillarini ohang bilan aytib beradi. Masalan,
səhər turğun orningdin, şeytan tushsin bo'yningdin. Yana uningga o'labla, Hazazildek alimni şeytan qilgan Allah sen. Degandek hikmatlarni davomliq aytadi. Mən birinci bo'lib anamızның ağzıdan Uyghur xalq ig'iz ədibiyyatının namunalari bo'lgan Toyir Zuhra, Farhod Shirin, Vamuq O'zra, Shoh G'erib, Shoh Sanam, Chintomir Batur, Bulbul Goya, Yog'och Ot, Malika Husnobod, Kukun Salavat, 41 yolg'on qatorliq doston cho'chaklarni anglaganim esimda. Anamning aytganlari ichida Chintomir Batur cho'chigini alayda yaxshi ko'ratdim. Bo'libmi 7 boshliq yalmavuz bilan Chintomir Baturning singlisi Maxtumsulla o'tirsidagi aytishlarni opam nihoyatda ustalik bilan kelishtirib aytadi. Opam yalmavuzning naqsini xuddi yalmavuz tabiatiga mos qilib, qo'rqinchli g'alati ovozlar bilan aytadi. Men buni anglag'animda yalmavuz yenimda turgandek his qilib, tenim shurkinib ketadi. Yalmavuz: Chintomir Batur uyida bormu? Arg'umoq iti uqurda bormu? Misron qilichi qo'ziqda bormu? Alg'ur burkti o'rnida bormu? Kop küçüğü ishikda bormu? Push mushigi to'shakda bormu? Tog' to'qsi qo'ndoqda bormu? deb so'raydi. Anamning Maxtumsulla bo'lib yalmavuzga javob bergandagi ovozi, u ovozdagi rostchilik, samimiylik, qizlarga xos latofatlik, nazokat, yiqimliq so'zlarni so'zlayotgan onamni go'zal, sumbatli qizlarga aylantirib, g'oyiviy Maxtumsullani ko'z oldimga keltiradi. Maxtumsulla: Chintomir Batur shikarga ketdi. Arg'amoq iti ostida ketdi. Misron qilichi qinida ketdi. Alg'ur qushimo qo'lida ketdi. Push mushigi uyquga ketdi. Taq to'qsi don izlab ketdi. deb aytganda ko'z oldimga haqiqatanmi qo'rqmas tog' yurak Chintomir ham uning suyimlik qahramon singlisi Maxtumsulla, Arg'amoq ot, Misron qilichi, hatto kop kuchigi jonlanib ketadi. Cho'chakdagi vaqalarning bir-biriga asta ulanib kelishi tabiiy. Lekin men Maxtumsulla nima bo'ldi ekan? Chintomir Batur singlisini qutqizmay nima qilib yuradi ekan? Yalmavuz Chintomirni yengib olarmi? Qalmoq shahzodasi Maxtumsulladan bo'lgan ballarni nemishqa daryoga tashlaydi degandek savollarni so'rab, onamning cho'chigini patpatla uzib qo'yatdim. Onam: "Nimanda qilisi balam? Bir dam chidasang, hamma narsa aniq bo'ladi. Sana buni deb bersam, cho'chakning qiziqi qolmaydi. Birdam taqat qil deb cho'chigini davomlashtiradi. Cho'chakni anglash jarayonida qonlarim qizib, nafaslarim tezlashib, qon ichkuch, zolim yalmavuzga o'shligim kelib, qattiq nafratlandim. Chintomir Batur ham Maxtumsullaga ishchim og'rib, qarindoshlar tezroq yuz ko'rishga deb tilaydim. Cho'chakning oxirida Maxtumsulla qalmoqlar bilan jang qilib, bu tangsiz jangda asirga tushib qolgan Maxtumsullani qalmoqlar elib ketib, uzun yillar oqsingil yuz ko'risholmaydi. Bu jarayonda Maxtumsulla qalmoq shahzodasidan ilojsiz bir o'g'il, bir qiz farzandlik bo'ladi. Әл yurtning
Bo'libmi akisining hijron piraqida qalmoq shahzodasi ato qilayotgan shahona turmushlar uningdan tug'ilgan ikki bola hech qachon ko'ziga ko'rinmaydi. Məxtumsular bulardan nafratlanib, o'zining hayot yashayotganligidan yerginib, kech-kunduz mushu qulluq turmushdan, elining dushmani yovuz qalmoqdan qutulsam deb, aptlik fursatni kutib, reja plan tuzidi. Kunlarning birida qalmoq shahzodasining bexastaligidan foydalanib, uning o'quridan eng yugurik etini, qilichi, savut, o'qya dubulg'inlarni elib, o'zini xuddi qalmoq shahzodasiga o'xshatib, bismillah deb otga minib, oltin dastlik qamchi bilan otning sag'risiga shundoq birni urgan ekan, uchqur ot Məxtumsularni qal'aning ochiq turgan darvozasidan shamol uchirgandekli elib chiqib ketadi. Darvozani saqlab turgan darvozavallar nima bo'ldi degicha Məxtumsular quyundak uchib g'oyib bo'pti. Buningdan xabar topgan shahzoda askarlarni elib, qahri g'azabi bilan Məxtumsularni qo'g'lab chepibdi. Fursatni g'animat bilgan Məxtumsular shahzodaning shundoq devibli qo'ysa, o'tqa desa o'tqa, suvga desa suvga kiralaydigan birdan-bir ko'k arg'imiqi bilan oldidagi daryoga uchib kirib, daryodan g'albilik o'tib, daryoning qarshi qirg'iqiga chiqib olib, shundoq qarsa, shahzoda daryoning u qirg'iqida daryodan o'tolmay, Məxtumsularga yolvirib, vaqirashqa boshlabdi. U Ey Məxtum, atchig'ingdan qayt. Men sensiz yashay olmayman. Butun mulki dunyoyim seninki, deb vaqiraydi ekan. Məxtumsular, avor bo'lma, men qaytmayman, deb javob berdi ekan. Oxiri amal topolmagan shahzoda ikki bolasini ekilib, o'g'lini qo'liga ilib, ham daryoga tashlashga tamshilib, Məxtumsularga qarab vaqirabdi. Yana qaytmasang, o'zing tuqqan ballariingni daryoga tashlayman. Ömür bo'yi hasrat nadomatda o'tsan deb Məxtumsularga qattiq tahdid sapdi. Shunda Məxtumsular mundaq deb javob qaytiribdi. Məxtumsular, men sening yovuz tabiatingni yaxshi bilaman. Sening pushtingdan bo'lgan ballarni ko'rur ko'zim yo'q. Manga tug'ilgan ilm, suyimlik millatim, ham mening mehribon akam, qadrlik ham aziz. Bularning oldida men jinimdimmi kechiman. Nima qilsang qil, jallod, deb javob beribdi. Shahzoda balalarni daryoga tashlabdi. Məxtumsular orqaga qaramay, ko'k arg'imoqqa minib, o'z eliga xushal-xoram qaytibdi. Hikoyaning mushu yerga kelganda men o'z hayotinimni basolmay, onamni to'xtatib, "Ana, nemishki Məxtumsular o'z ballarini qutuldirib qolmadi? Qalmoq shahzoda nima degan yomon-a?" deb so'rasam, onam, "Qahramon degan ashundoq bo'lishi kerak. Shundala qahramon bo'la oladi. Qalmoq shahzodasi degan dushman. Dushman degan yovuz bo'ladi. Uning bolasini beqish gunoh. Baribir bo'ri bolasi jangalga qarab huvlaydi", deb javob bergan edi. Singlisining seg'inish piraqida Chin Temir Batur to'la yig'lab, ama bo'lib qolgan. Xabarchi Məxtumsularning xabarini elib kelganda, buningga bir ishinib, bir ishonmagan Chin Temir Batur xabarchidan so'raydi. "Almutuning almasi, Məxtumsularning xaltisi. Məxtumsular bo'lmasa, nadin kelur almasi?" Buningga xabarchimi chiroyli javob berib, bu almini ko'ziga sursa, ko'zining ichildiganligini aytadi. Rost degandak, singlisi avatgan almini ko'ziga sursa, ko'zi ichilib ketib, uzun yillar ayrilgan singlisining didorini ko'rib, tuqqanlar murod maqsadlariga yetadi. Men bu cho'chakning yaxshi tugaganligini anglab, bakmi xushal bo'lgan edim. Anam Uyg'ur xalq naqshillarini o'ptalli aytatdi. U asta, mungluq, yiqimliq ovozi bilan:
Ah urarman, ahlarım tutqay seni, köz yeşim derya bulup, beliqlarım yutqay seni, deb aytadi. Anam pat-patla bir vaqtlarda turpanda aytilib, atroflarga keng tarqalgan so'zlari sho'x ham yiqimliq naqshining ahangi kishiga alayda tetiklik va ruh berdigan ochil gul ochil degan naqshini aytib, o'zimi jonlanib ketadi. Anam, bu shundoq obdan naqshkan, lekin Ahun mollalar bu naqshini anglab qalsa, 4 puti o'r bo'lib qoladi. Bilmayman nemishga, deydi. O yana bu naqsha shumliqni tilarmish. Bu naqshi bilan turpan buzilganmish. To'g'ri demasa, odamlar har nima deyishib baqidi-ku, deydi-da, to'xta bolam. O naqshining 2 parcha bo'ligi esimga kelyapti, deb. Gülüm açılay deydi, başqa sançılay deydi. Yarımның kuyek oti, tenge yamışay deydi. غەيرەت gülüm açılğıl, himmet yolum açılğıl. Yarım üçün bersem can, qaçan bolsa bir ölüm. Anam bu 2 parça bölekni o'qib bo'lib, har bölekning oxirida munu naqratliq misralarni. Açıl, gül açıl. Açıl, gül açıl. Açılmasan gül qayda saçıl. Degan misralarni takrorlab aytganligi helimi esimda bor. Men anamdan nima uchun o naqshini shum naqshi deydi deb so'rsam, anam menmi bilmayman balam deydi. Men yana bu naqshining so'zlari chiroyli obdankango deb so'rsam, anam, Xudoyim buyursa, yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda tushunib qolsan, quzam, deydi. Anam bu savolimdan darhol bir narsani esiga olgandek, shu davrda Shingsay tarafidan elib berilgan bir qitimliq dahshatlik qatliyamni so'zlab bergani esimda. Tungan yig'iliqi o'tib, bir mezgil olam tinishlangandek bo'lsa-mu, hukumatning bosh seliqlari, hukumat cheriklarining zo'ravonliklari eshib ketibdi. Albatta, har qanday inson zulm haddidan eshib ketgandan keyin uningga chora izlab harakat qiladi. Hatto qushxonaning godang beshiga o'ltirish uchun elib kelingan yavash qo'yma tipirlaydi-ku. Bizmo inson, odamlarimiz ba'zi aqlli odamlarning orqaga kirib, ba'zi yerlarda qo'zg'ilib, bir qancha hukumat cheriklarini o'ltiribdi dekmish. Buningdan qo'rqib ketgan Shingdobay Xitoy askarlarini chiqarib, bizning xalqni bosmoqchi bo'pti. Turpanliqlar o'm xalq, bir qancha tal miltiq, tayoq to'qmoq, palti ketman, gurjak, orlar bilan bu nijislarning adavini xeyli obdalli berib qo'yibdi. Shingdobay bu yavoylar ishning yo'lini bilib qilyapti, ofatni yiltizdan qurtib etay deb necha yillardan Urumchida yeb ichib, terisiga patmay dig'irab yurgan 500 oq o'rus askarlarini bechara xalqni bostirishga soladi. O'z yurtidan qo'g'linib, jinidan to'ygan, inson qalbidan chiqqan badbashira yo'ngbosh bu kelgundi alvastilar zamonaviy miltiq qurollari bilan qurollanib, yaxshi otlarga minib, uzun 1 metrdek qilishlarni pulanglatib, turpan tavasida qonliq qirg'inchilik elib boradi. Ba'zi yerlarda ishplas qo'llarini qiz cho'kanlarimizga uzutib, ularni oyoq osti qilgan ekan. Buningga chidamagan yuzlagan yoshlar millatimizning iffat nomusini qo'g'daymiz. Dushmanlarga qarshi hech bo'lmasa tosh etib bo'lsin o'lsak, shehid bo'lamiz deb qo'llarga tosh dangal, tayoq to'qmoq elib, bu mallarang gezandilarga qarshi chiqadi ekan. Üstünlükке ega bo'lgan dushman o'ltirdig'ini o'ltirib, necha yuz yoshlarni qurol ostida maydonlarga yig'ib, ularni yukundirib, tizib, o'ltirg'izib, bir tal o'qimizni
bu vəhşilərə zaya qılmaymiz deb uzun qilishlar bilan beshidagi do'ppillarni bir tarafga irg'itib tashlab, qo'noq shexini keslagandek chonab o'ltirib, o'ligini godanglarga ko'mib tashlagan ekan. Keyin dövi yig'ilgan do'ppilarni sanasa, shu qitimqi qirg'inda xalq o'zining necha yuz növer yoshlardan ayrilib qolgan ekan. Bu dahshatni ko'rgan, anglagan turpan xalqi bu jallatlardan qattiq nafratlanib, shu fojiadagi bosqinchilikdan homildor bo'lib, ko'k ko'z bolalarni tuqqan onalar shu qonliq qisosni unutmay, kofirlarning ishplas pushti, millatimizning qinini bulg'imisin deb o'zining badanidan tushgan, o'zlari xohlamagan dushman qoldiqlarini bo'g'ib tugatgan ekan. Mən bu dəhşətlik hikayəni anlab, basqınçı düşmənlərə nəfrət oqub, şu qəhrəman analarga çin dilimdən apırın oquğan idim. Anam özümüzün Uyğur xalq eğiz ədəbiyyatı emas, Qazaq eğiz ədəbiyyatıdınmı xeyli xəbərdar idi. Mundaq bo'lishinin sababi ularning malchilari Ağa ina Temirbek bilan Mamurbeklar oilasi bilan chorvador mal boqchi munosabatida emas, qarindoshlardek yaqin o'tadigan. Bo'libmi onam o'zidan 3-4 yosh cho'ng bo'lgan Temirbekning ayoli bilan och singildek o'tgan ekan. Temirbekning ayoli Gulg'aycha mushu Jimsar tavasidagi qozoqlarning ichidagi ayol oqin, ya'ni shoira bo'lib o'tgan aytishlarda o'zining so'zga ustunligi, hozir javob, topqurligi bilan el arsida shuhrat qozongan ekan. Anam ashu qozoq shoirasi bilan yaqin o'tib, uningdan ko'p narsalarni, ya'ni qozoq tili, qozoqcha chirlash, qozoq eg'iz adabiyoti, urf-odatlarni o'rgangan ekan. Tungallar Jimsardagi qirg'inchilik ham vulang-talangdan keyin Temirbek bilan Mamurbekning tuqqanlari kelib, tulqagan ikki qarindishini tuqqanlar turgan qutubiga elib ketgan ekan. Anam uzun vaqtlargacha inoq ejil o'tgan o do'stlarini aslab, ulardan yodnomi bo'lib qolgan, ular aytgan jirni pat-pat aytadi. O jirdan mundaq ikki misra yodimda qapti. Aspanda o'shib yurgan olarmikin, balasini atib olsam jilarmikin. Bu jirni anam naq qozoqcha qilib so'zib aytganda, men ko'rmagan Jimsarning tangir tog'lari, uning etigidagi go'zal, cheksiz yayloqlar, bulutsiz ko'p-ko'k osmonda uchib yurgan yigana ularni ko'ratdimda, darhol shu yerga berib, ovchiga, "Hey ovchi, ularni atma, ular yolg'iz emaskan-ku. Bolalar bor ekan, ularga val qilma, rahim qilg'in" deb vaqirg'im keladi. Davomi bor.